Assalamualaikum, hörmətli qarindaşlar. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısını görüşənlərni qızğın qarşı alırıq. Xitay təcavüzçülərinin Tacikistanda yaşayotqan Uyğurlarni Tacikistan çegarəsindən Şərq Türkistanğa məcburi qoğulab çıxarışdək vəhşi qılmışlarga münasibətlik Xalqara Cinoiy İşlər Sud Məhkəməsiga sunulğan ən yeni dəlil isbatlar yangi teftiş əməldari Xitayga jang e'lon qila olamdi degan savolni tug'dirdi. Mush ayning beshida 9 yillik vazifa o'tash muddatini tamomlab, vazifasidan ayrilgan sobiq teftish əməldari Fatu Binsudaga sunulgan dalil isbotlar yetarli qoyil qilarlik bo'lmasligi tufaylidan sud texnik ko'p ishonchli dalil isbotlarni talab qilib, da'voni ochiq qo'ygan edi. Yangi dalil isbotlar 16 iyun yangidan vazifaga tayinlangan Angliyalik teftish amaldori Karimxonga topshirildi. Karimxon hozir Shi Jinpingning mustabid hukumati ustidan tekshirish olib berishning qiyinchiligi ichida qoldi. Mayatda bu hujjatlar Tojikistonning uzun muddat Uyg'urlarni Tojikiston chegarasidan Sharq Turkistonga qo'g'lab chiqarganligini o'z ichiga oladi. Inson haqlari faoliyatchilari va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti mutaxassislarining aytishicha, milyonlagan Uyg'urlarni asosiy gavda qilgan turkiy millatlar Xitoyning jazo lagerlari va turmalariga qamalgan. Advokatlar tayyorlagan hujjatda Tojikistonda yashaydigan Uyg'urlarning soni o'tgan 15 yilda bo'lib, 2016 yildan 2018 yilgacha bo'lgan aralıqda 3000 nafardan 100 nafarga tushib qolgan. Xitoy Rim nizomnomasiga imzo qo'ygan Xalqaro Jinoiy Ishlar Sud Mahkamasiga a'zo davlat emas. Sudning Xitoyning jinoyatlarini tekshirish huquqi yo'q, ammo Tojikiston Xalqaro Jinoiy Ishlar Sud Mahkamasiga a'zo davlat. Uyg'urlar bu orqali Xitoyning jinoyatining javobgarlikka tortilish yo'lining ochilishini xohlaydi. Kanada Kengash palatasi Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni asosiy gavda qilgan turkiy millatlarga qilgan vahshiylikni irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilishni rad qildi. Kengash palata a'zosi Leo Hosakesin Kengash palatasidan Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan vahshiy qilmishlarini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilishni talab qilgan taklif loyihasini o'tirg'a qo'ygan bo'lib, bu taklif 2022 yillik Beijing qishloq tanharakat musobaqasini boykot qilishni o'z ichiga oladi. 29 nafar Kengash palata a'zosi bu taklifni qabul qildi. 33 nafari rad qildi. 13 nafari bilet tashlashdan voz kechdi. Ko'p sondagi liberallarni o'z ichiga olgan parlament a'zolarining qatnashishi bilan o'tgan 2 oyda mushuningga o'xshash bilet tashlash ilib berilgan bo'lib, parlament Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan vahshiylikni irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qildi. Bosh minister Justin Trudeau va uning kabinetdagi xizmatdoshlarining hammasi degudek bu bilet tashlashga qatnashmadi. Ammo kabinetdagi birdan-bir minister, ya'ni Tashqi ishlar ministri Marik Garnal bilet tashlash navbati kelganda o'zining Kanada hukumatiga vakolatan qilayotganligini aytgan. Trudeau va uning hukumati Xitoyning Sharq Turkistondagi chekidan oshgan qilmishlarini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilish uchun mustaqil tekshirish orqali texnik ko'p dalil isbotga erishishni xohlaydi. Kanada Mustaqil Kengash palatasining rahbari Yuan Bao bu taklif to'g'risidagi mulohaza jarayonida Kanadaning yerli xalqqa ziyonkashlik qilganligini, shunga Xitoyning Uyg'urlarni asosiy gavda qilgan turkiy millatlarga qilgan qilmishini tanqidlashdan saqlanish kerakligini, Xitoyni ayblashning ikki yuzlamachilik bo'lganligini aytdi. Kengash palata Tashqi munosabatlar komitetining raisi, Kengash palata a'zosi Peter Bohim Avam palatasining bilet tashlashining ko'rinarli ta'siri yo'qligini, ya'ni Xitoyning Sharq Turkistondagi qilmishining ancha ta'sirga ega emasligini ilgari surib, bu taklifga qarshi turgan. U tashqi siyosat harakatining hukumat ijroiya organi, bosh minister va kabinetning boshqarish doirasida ekanligiga qat'iy ishonganligini aytdi. Palata a'zosi Leo Hosakos Uyg'ur xalqining ittifoqlikqa ehtiyojli ekanligini, kuchli bir demokratiyaga ega bo'lganlikdan G'arbdagi demokratik davlatlarga o'xshash ahamiyat berishi lozimligini, Xitoy mustabid hokimiyatining bu vahshiylikni, insoniyatga qarshi ilib berilgan bu jinoyatlarni jazolanmay sodir qilayotganligini, ular insonlarning hayoti va kishilik huquqini ochiq-oshkora ko'zga ilmaydiganligini, ularning oshkorlanmay ezib ketishiga yo'l qo'ymaslik kerakligini aytdi. Montrealga joylashgan Raul Wallenberg kishilik huquq markazi va Washingtondagi aqllar amiri bu yilning 5-ida e'lon qilgan mustaqil qonun analizida Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni asosiy gavda qilgan turkiy millatlarga qarata irqiy qirg'inchilik jinoyatini davomli sodir qilayotganligini yakundadi. Dokladga Kanadaning bir qism sobiq kabinet ministrlaridan Lloyd Axworthy, Alan Rock va Erwin Kutler va Birlashgan Davlatlar Tashkilotining sobiq bosh elchisi
Yeo Forter qatorliq kishilik huquq mutaxassislari töhfa qo'shdi. Pakistan Bosh ministri Imron Xon Pakistanning Amerika va G'arb kuchlarining Pakistanning temir aksi Xitoy bilan bo'lgan aloqasini ojizlatish besimiga duch kelganligini o'tirg'a qo'yib, o'zining besim ostida hargiz tavranmaydiganligiga va'da berdi. Imron Xon Xitoyning ingliz tilidagi davlat televiziya stansiyasi Xitoy yer shari televiziya torining ziyoratini qabul qilganda Pakistan bilan Xitoyning 70 yildan buyon davomlashib kelayotgan alohida munosabatdan bahramand bo'layotganligini, vaqtning sinishidan o'tgan bu munosabatni hech kimning buzolmaydiganligini aytdi. Imron Xon Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi rayon raqobati to'g'risida to'xtalib, Pakistan Amerika yoki G'arb kuchlarining Xitoy bilan bo'lgan to'qinishida bizdek davlatlarga taraf bo'lishga besim ishlatishni to'liq adolatsizlik deb qaraydi. Biz nima uchun taraf bo'ldik-ekanmiz? Har davlat har kim bilan yaxshi munosabat o'rnatish kerak dedi. Islomobodning har qanday besim ostida hargiz egilib ketmaydiganligini aytgan Imron Xon, Pakistan bilan Xitoyning munosabati faqat rasmiy munosabat bilan cheklanib qolmasdan, balki ikki davlat kishilari o'rtasidagi o'zaro munosabat ekanligini, yaxshi kunlarda har kimning yanida bo'ladiganligini, ammo qiyin jafoliq kunlarda yanida turganlarni eslaydiganligini, Pokistondagi kishilarning Xitoydagi kishilarga hamisha alohida amroqligini bayqalab bo'ladiganligini, Pokiston har vaqt siyosiy yoki xalqaro qiyinchilikqa yo'liqqanda yoki qo'shnisi bilan to'qnashganda Xitoyning Pokiston bilan birga turadiganligini ta'kidladi. G'arbni islom dushmanligi bilan ayblaydigan Imron Xon, manfaat uchun Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni asosiy gavda qilgan turkiy millat musulmon ommasiga qilayotgan irqiy qirg'inchiligiga ko'z yumib, ikkiyuzlamachilik qiladi. Imron Xon yaqinda Amerika xabar tor bekati aksiyasining ziyoratini qabul qilganda Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni ayblashni rad qilgan. Nemishqa bu masalada sukut qilganligini so'raganda o'zining zaminida yuz berayotgan ishlarga ahamiyat berganligini aytgan. Mustafa Kemal Atatürk, mustaqillik biz bugun va'da qilgan vazifaning ruhiy moyitidir. Bu vazifa tarix va xalqqa va'da qilindi. Biz bu vazifani o'rindashga va'da qilganda iqtidorimizni joriy qildirish masalasi haqida ko'p o'ylandik. Natijada bizdagi qanoat va iymonning bizni muvaffaqiyat qozondiradiganligiga ishondik. Biz ishni mushundoq boshlagan insonlar. Biz izzat va shon-sharaf bilan yashashni xohlaydigan millat. Mustaqillik albatta siyosiy, pul muomala, iqtisod, adliya, harbiy va har jihatdan to'liq mustaqillikni ko'rsatadi. Men sanab o'tgan bularning birorasida mustaqillikdan mahrum qilish, millat va davlatning butkul mustaqilligidan mahrum qilishni ko'rsatadi degan. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rgan uchun ko'p rahmat. Kelar qitimli programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.